O'rtoqlar, katta yo'lni yoqasidan, ya'ni sizlarga 5 sotuvli yer topib qo'ydim. Xudo xolasa, like bosib turing. Manzilni tushuntirib o'taman. Manzilimiz Toshkent viloyati O'rta Chirchiq tumani Chegara mahallasi. Ya'ni Chegara mahallasi ikkita joyda bor, O'rta Saroyda va Kuchlik Orientir tomonda bor. Bizlarniki Ilich Chegara mahallasi deyishadi, mana shu tomonlar. Yonimizda mana ko'rib turganingizdek magazin, mo'ykalar, shu joylar udobniy mana. Yo'l yoqasida. Bu yoq tomonda maktab mana. Ko'rasiz. Shuna chiqasiz, bu yoqda maktabi bor. Maktab, bog'cha, hamma narsa yaqin. To'yxonaga ham где-то bir chiqsa 300 yoki 400 metr atrofida chiqadi. Bundan tashqari, bu yo'lni katta trassagacha, Alimket Qo'yliq qatnaydigan trassaga chiqishga ham где-то qancha bir 500 metrmi yoki balkim deylik mana 1 kilometr deylik. Mana shunaqa holatda. Tomog'im ozgina og'rib turibdi, chunki anginam ozgina chiqdi, shunga baqirib jostki gapira olmayapman. O'shanga uzr so'rayman. Asosiy ma'lumotlarni to'g'ri berishga harakat qilaman. Bu yoqda mana ariqlarida suvlar muammo yo'q. Suvlar to'lib oqyapti. Mana ko'ryapsizlar-ku. Suvlardan muammo yo'q. Ariqlarda suvlar ko'p. Mo'lchilik, kengchilik, yaxshi joylar. Manzil Toshkent viloyati O'rta Chirchiq tumani Chegara mahallasi. Xo'p, dokumentlarimni jarayonda deyishgandek bo'lishyapti. Xudo xolasa dokument kadastrlarini o'zlari bilan xudo xolasa gaplashib olsanglar bo'ladi. Men ko'rmadim kadastrni, o'zlari bilan gaplashasizlar, xudo xolasa o'zlari bilan bu masalalarni gaplashib olasizlar. Mana shu joydan bu yoqdan bu tomon uyini orqasidan bo'lib sotishyapti 5 sotuvni. Yo'l tashab berishamiz deyapti. Bitta KAMAZ, normal KAMAZ mashina sig'adigandek qilib. Mana shu ko'pir ham yaxshi ko'pir. Shaxsan yana bir ma'lumot o'rinda bu joyda 56-maktab bor. Shu maktabda men o'zim o'qiganman, shu yerda katta bo'lganman. Ya'ni mahallam ham shu yerda meni o'zim. Bular shunaqa gaplar. Hammasi tanish bilish o'zimizning mahalla. Bitta olsanglar, shu men bilan tanish bo'lib ketaverasiz, xudo xolasa. Ketdi mana boshladik. Mana kirganimizda yo'laklari xudo xolasa yaxshi joylar. Orqasi polya bu joyda. 5 sotuvli joy. Sotig'ini ham 2000 dan hozir qo'yib beringlar deyaptilar. Endi albatta kelishimi bor. Anchagina kelishimi bor. Sodalashasizlar, xudo xolasa barakasini qilsanglar bo'ladi. Mana shu joydan yurib ketaveramiz bu tomonga. Sotig'ini 2000 dan deyishayotgani bilan ancha o'tib savdolashib beradigan joylari bor. Mana ko'chalari. Assalomu alaykum. Aka, siz charchamayapsizmi? Aziz SS'da bir kuni siz yutib oldingiz-a bir adirkini. Mashallah. Akamlar o'zimiz biratanlar. Shulardan mayda madrillarni o'rganib katta bo'lganmiz. Mana shu joyda xudo xolasa uyni orqasidan boshlab bu tomongacha chegara mama aka ariqgacha, to'g'rimi? Ariq. Devorgacha ariq. Mana devordan bu tomonga, hozir bu tomonni ham aylantirib ko'rsataman. Daraxtlar ekib qo'yishgan. Xudo xolasa kelsangiz, daraxtlarni ham xudo xolasa tozalab chiroyli qo'ysangiz bo'ladi. Bog' qo'yishgan oldin. Ketdik. 5 sotuvli joy. Chegara mana shu joydan deyishyapti. Xudo xolasa mana ariqdan deyishyapti, mana shu joydan chegara ekan. Xullas mana orqa ko'rib turgan joylari spolni sizga qaraydi-yu, xudo xolasa. Bu tomon ham. Bu tomon fermerning joyi. Orqasi. Bundan tashqari mana bu mana ariqdan ekan chegaralar. Xullas ko'ryapsizlar mana shu joy. Yaxshi joylar. Manzil yana bir marta eslatib o'taman. Toshkent viloyati O'rta Chirchiq tumani Chegara mahallasida joylashgan. Yo'l do'sti ko'ryapsizlar. Qo'yliqqacha где-то bizadan
30 kilometr atrofida taxminan bor. Food Cityga bir 27 bo'lsin. Nurafshon To'ytepaga 12 yoki 13 kilometr atrofida. Mana shu joyda joylashgan. Xudo xolasa, olgan odam faqat baraka topadi, yaxshi joy. Kadastr dokumentlarini egasini o'zi bilan gaplashib olasiz. O'zi keladi, xudo xolasa, kadastr dokumentlarini o'zingiz ko'rsatasiz, o'zi bilan gaplashib olaveradi. Sotig'ini 2000 dan deyishyapti, xudo xolasa, yana xudo xolasa sunnatiga o'tib beradigan, baraka qiladigan joylari bor. Like'ni bosib qo'yinglar. Yer izlayotgan tanishlaringiz, yaqinlaringiz bor, ayniqsa bilaman. Shu linkini olib Telegramdan tashlab qo'ysangiz, kimdirlar yerli bo'lishiga siz sababchi bo'lib qolasiz. Yaxshi lokasiya, yaxshi joy, yo'l do'sti, mana ko'ryapsizlar. Like'ni bosib, kommentariyaga fikrlaringizni, izohlaringizni yozib ketaveringlar. Mana shu joylar.